Xo'sh. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Artex Minecraft. Obunachilar, men kuryelikda ishlayman, to'g'risini aytsam. Assalomu alaykum janob. Alaykum assalom. Yaxshimisiz Artex? Ha, yaxshi. Bugun yana ishlar bormi? Ha, albatta. Okey. Sizlarga o'zimni yaxshiroq tanishtira olmadim. Mening ismim Artex va men kuryelikda ishlayman. Chunki pul yo'q. Va biz qishloqda ish topish juda qiyin. Shuning uchun borishdan foydalanyapman. Salom do'stim, Mark. Qalaysan? Salom, nimaga ular? Hech gap yo'q. Ha, senga yana bugun ish bor. Shularda olib borishing kerak. Okey. Men sandan bulardan oldim. Yaxshi. Endi ularda borasan. Tushunmadim. Pichoq deyapmi? Yo'q, pichoqqa senga boshqa ish bor. Qanaqa ish? Men qotillik qilmayman. Pulini ol. Yo'q, xo'jayinning oldiga borgan, o'zi senga tushuntiradi. Ha, mayli. Obunachilar nega bunaqa ekan? Pichoqda kimni o'ldirdi deyishadigan bo'lsa, men hech qachon o'z bilmayman. Meni ham qachonlardir lavozimim olsa shunday labu berishar menga. Albatta. Janob. Qayerga ketib qoldimi? Tushunmadim. Hoy. Jon Michael. Nima bo'ldi? Nega menga pichoq berdingiz? Senga yangi topshiriq. Meni jiyanimni politsiya ushlagan. Nimaga o'xshaydi? Xullas, u odam o'ldirib qo'ygan. Sen politsiyachilarni o'ldirib, jiyanimni qutqar. $2000 beraman. Endi $2000 haqida gap ketyapti. $2000 bu bizning pulda X stack izmurud bo'ladi. Ya'ni biz shaharda X izmurud ishlashadi. Qishloqchada deylik, o'zi qishloqchada izmurud u dastavchikim deyapman. Dastavkam shu qizgamidi? Ikkita divan shu qizga shikilli pushti shu. Assalomu alaykum. Sizgami dastavka? Okey, mana dastavkangizni oling. Pulni o'tkazgansiz-a? Ha, bo'ldi, yaxshi. Endi keta qolay. Xo'p, mototsiklim ham qizil, xuddi Yandexga o'xshab. No, Yandex emas, boshqa kompaniya. No'nisi ayta olmayman. Endi shu domlarda orasida bo'lish kerak. Kirib, shu o'nchoqchasini berib qo'yishim kerak bu bolaga. Xo'p, yo tipa ikkinchi qavat edi, adashmasam, ikkinchi qavat. Do'stlar, albatta kanalga obuna bo'ling. Xo'sh, kimdir bormi, janob? Eshikni oching. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana sizning gaz o'nchoqchangizni olib keldim. Rahmat. Pulni o'tkazib qo'yganman. Okey, rahmat sizga. Yaxshi, o'nchoq o'ynaydi shu yoshda, la'nat. Mayli, biz e'tibor qilmaymiz. Yana qayerga borish kerak edi? Adashmasam, shu to'g'ridagi ferma. Menga ferma deyishgan. Shu yerda boshqa joyda ferma yo'q. Kimga ekan dastavka? Sizgamidi hozir? Qasbola fermermi? Xo'p, sizga ikkita chelak deb berilganda, to'g'rimi? Ha, okey, to'g'ri ekan. Mana sizni chelaklaringiz. Hozir yana tashlayman. Kutib turing. 1 daqiqa mana. Xo'p, arzimaydi. Mototsiklimga o'tirib ketaman endi. Yaqinda qish, do'stlar. O'zi hozirda ancha sovuq, do'stlar. Shuning uchun mototsiklda yurish ancha qiyin bo'lyapti. Lavozimim olsa, ana o'sha labudi menga berishganda har holda ancha yaxshi bo'lardi, adashmasam. Har holda uni pechkasi bor ichida. Bu yerda shamol uradi, la'nati. Xo'p, u qolgan hamma narsa shu bolaniki ekan. Tarmiyat ekan-ku bu. Otasi pulda ishlatib yuradiganlardan. Men ham otam bo'lganda bunaqa xor bo'lib yurmasdim. Endi esa o'sha aytgan ishlarga boramiz. 2 sta izmurod. Hazlakam pul emas, do'stlar. Men endi u yerda topishim kerak. Keng dala deganda. Keng dalada adashmasam shu yoqlarda. Lekin chapkami o'ngami? Endi tavakkal chapka boraylik-chi. Obunachilar chapda yo'q ekan, o'ngga qaytdim. Adashmasam shu yerda bo'lsa kerak. Mana. Ajoyib.
Pochta politsiyachi. Hoy, chala. Siz bu yerda nima ishingiz bor? Men shunchaki o'tib ketayotdim. Nima bo'lyapti? Yo, nima bo'ldi? Siz kimsiz? Mendan nima olaysiz? Meni sen tog'ang jo'natdi. Tog'am? Ha, janob Michael. Men unga xabar yuborib qo'yaman. Siz ketavering, o'zim yetib olaman. Og'aynilarim kelishadi hozir. Ha, mayli. Unda men ketdim. Endi borib pullarimni olishim kerak. 2 stak lanati. Unga yangi uy sotib olsam bo'ladi. Men bu qishloqdan shaharga ketishim kerak do'stlar. Sababi bu qishloqda normalniy ishim yo'q, soqqa qiladigan. 2 stakni olib, borib bu yerdan o'z olaman. Boshim og'riyapti lanati. Mayli. Shularda negadir ko'pincha boshim og'riyapti. Xo'p, janob Michael, assalomu alaykum yana bir bor. Va alaykum assalom. Jiyarim qutqardim. Bo'ldi, xabar keldi, rahmat. Borib pullarni olishim mumkin. Bark pullarni to'ylab qo'ygan. Xo'p. Yana bir bor rahmat. Xo'p, janob. Mototsiklimdan kiramiz. Mototsiklda shu yerga chekkaroq qolib kirib qo'yamiz, do'stlar. Albatta keyingi qism chiqishini xohlasangiz videoga like bosing. Men keyingi videoda shaharga ketaman. Va u yerdan o'zimga normalroq uy olaman. Bu yerdagi uyimga chiqar ham samaydi lekin. Mana men pichoq olib keldim, Mark. No'xatga ishda bajarding. Ha, shunday bo'ldi. 2 stak izmirut. Soxta emasmi? Yo'q, kelishdi. Okey, pullarni qarang. Rostdan soxta emas ekan. Ha, mayli. Men ketdim. Endi borib biroz mototsikl minay. To'g'ri aytsam, yomon zerikib ketdim. Agar ish bo'lib qolsa telefon qilishar. Mototsiklim ham biroz eskirib qopti, mayli. Yurib turibdi har holda. Ustaga ham ko'rsatishim kerak. Ha, mayli. Janob Michaelga aytib qo'yay. Janob Michael. Alo, qayerdasiz? Ichkaridaman. Ichkarida bo'pti. Men ketdim, demoqchi edim. Ketyapsanmi? Bo'ldimi? Ha. Yana ish bo'lsa o'zingiz aytasiz? Ha, bo'ldi, o'zim aytaman. Ketaver, senga hozircha ish yo'q. Xo'p, bo'pti, janob. Unda men mototsiklimga o'tirib ketaman. Okey, bu shaharda, shahar. Qishlog'imizni biroz aylanay endi. Pashti shahar-ku. Mayli, let's go kanalga obuna bo'ling. Video tugadi.